Patir bozor, tog' endi Perivaldan o'tib ketdingiz. Patir bozoriga borishingizga voy voy, hey chiroyli bola, hey chiroyli, hey chiroylamang. Ko'li, ba keling, Patir olasiz, chiroyli aka. Chiroyli aka. Bitta xulik aka ketib turadi. U aniq menga emas deb o'ylayapti-da. Chiroyli aka deydi, men bo'lmasam kerak deyapti-da. Chiroyli aka desa ham qaramayapti-da, bunga mast endi. Umrida hech kim chiroyli aka demagan ekan-da. Oxiri bordi. Chiroyli aka dedi. Menga deyapsizmi dedi. Sizga deyapman, paramizmi dedi. Menmi dedi. Yana bitta qaytaring dedi. Chiroyli aka dedi. Deydi. Ha dedi. Patir olmaysizmi dedi. Deydi. Olaman dedi. Qani patiring dedi. Mana deydi. 50 ta ber dedi. Uzoq odamda xola, chiroyli balam, qurt olmaysanmi deydi. 1000 ta bering dedi. Bu kilolabligini ham qurtni bilmayapti-da, umrida qurt olmagan odam. 1000 ta bering dedi. Endi u odam har safar ana shu Patir bozorga kirsa, o'zini chiroyli aka degizdirar ekan. Chiroyli aka, chiroyli to'g'ri o'tib ketdi degan chiroyli. Hammang bergin deydi. Haligi akani nomi chiroyli aka bo'lib ketibdi. Ali chiroyli akani mahallasi qayerda? Mana Tabraskadan 10 ga taqalasa, 3-uy chiroyli akaniki. Umrida bormagan odam ish bilan borsa, chiroyli aka desa o'ylaydiki, rosa chiroyli odam chiqadi o'ylaydi-da. Kelinglar, bittasi chiqsa. Qarang, chiroyli aka bo'lib ketibdi. Odam yaxshi gapiravergan sari chiroyli aka bo'lib ketar